hozir o'zimizga tegishli tomorqada gulchilik bilan shug'ullanamiz. Tajribamiz 10 yildan ortiq. Hozirda bu gullarni O'zbekistonda barcha viloyatlariga yetkazib berish bilan shug'ullanamiz va shogirdlarimiz bor. Ularga gulni ko'chatlarini o'zini yetkazib berib, ichki bozorga hamda obodonlashtirishga o'zimizni gullarimizni yetkazib beryapmiz. Bu gullarni may oyini oxirrog'ida ekishni boshlaymiz. Yerga qadalgandan keyin sentyabr oxiri, oktyabrning boshida ochilishni boshlab xaridorlarga tarqatishni boshlaymiz. Buni qarovi juda murakkab emas. Asosan begona o'tlardan tozalanib, suvini vaqtida berilsa, asosan keyin kapilli lenta qilingan, o'sha kapilli lentalar sug'orilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. 24 tomorqamizga 7000 tadan oshiq ko'chat ekilgan. Hozirda 6500-6000 dona atrofida mo'ljallab turibmiz chiqishini. Hozir optim narxida 12000 so'mdan olib ketishyapti. Respublikamizning barcha viloyatlaridan xaridorlarimiz bor. Gulning navi xrizantema, koreyskiy xrizantema globus deyiladi. Xalqimizda globus deb tanilgan. Tomorqamizda gulchilik bilan faqat kifoyalanmasdan o'zimizning eski an'anaviy qadriyatlarimizga mos qovoqlarni yetishtiramiz. Hamda bu gullarimizni ekishdan oldin chumaloq deyiladi. Bizda ko'kat o'sha shuni ekilgan. Undan keyin gulli ekildi. Bu gulli yig'ishtirilgandan keyin, tugatganimizdan keyin noyabrda 15-20lariga brokoli karamidan ekishni rejalashtirib turibmiz. Tomorqamizda gulchilikdan tashqari asalarichi bilan ham shug'ullanamiz. 100 tadan oshiq asalari oilamiz mavjud. Bularda asosan bizning yo'nalishimiz asalari bolalarini tarqatish, ko'paytirish yo'nalishi. Buni asalarini o'zimiz ichki bozorga, O'zbekistonning barcha viloyatlariga, asosan Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasiga beriladi. Undan tashqari qolganini o'zimiz qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Qozog'iston hamda Rossiya Federatsiyasiga eksport qilamiz. Ish mobaynida kunlik ayollarga, bo'sh qolgan ayollarga yollanma ishchi sifatida eng kamida 5 nafar ayol kishi ishlatamiz.